Bugun Bo'stonliq tumani Yusufxonaga kelganmiz. Dachani obzor qilishga. Qaranglar, yomg'ir yog'yapti, lekin quyosh chiqqan. Juda ham ajoyib pagoda bo'lyapti. Basseynimizni ko'ringlar, kattaligini 15 ga 7 razmerda kattaligi. Va yarim gektarlik bog'i ham bor dachaning ichida. Maza qilasizlar, alohida dacha, 5-6 ta mashinaga parkovka joylarimiz bor. Hozir to'liq ko'rsataman, jonli hech qanaqa montajlarsiz. Ko'ringlar, basseyn ham bahaybat. 10 kishi tushsa yo'qolib qoladi, bu yerda bemalol maza qilib cho'milasizlar. 3 ta yotoqxonadan iborat va 3 ta sanuzel bilan igrovoylardan bilyard, mana marhamat, tennis, PlayStation va karaoke bor. Bu yerda yozda hozir yomg'ir yog'gani uchun stollarni bu yerga olib qo'yganmiz. Joyi o'zi ko'chada. Letniy oshxonasi va tapchani. Obzor tog'larga. Burchumulla tog'lariga. Bu dachamiz may oyiga 1 milliondan qilib beramiz 10 kishigacha. May oxirigacha, iyun oyiga kelishtirib qilib beraman. Telefon qilsanglar. Mana xonalarning ichini ko'rsataman. Katta zal joylashgan. Shu yerda maza qilib o'tirsanglar bo'ladi. Televizor va yotoqxona, sanuzel. Mana kattalar yotoqxonasidan boshlaymiz. Mana toza, ozoda joyimiz. Shinamgina. Mana bu kattalar yotoqxonasi, sanuzellar alohida. Bu yerda детский spalni. Xuddi shunaqadan yana bitta bor. Mana. Hamma prirodaga qaralgan oynalari, spalnilardan ko'ringlar. Juda ham chiroyli, mazza qilib dam olasizlar. Telefon qilinglar, chiroyli qilib kelishtirib qilib beramiz. Tabiatni qaranglar, chiroyliligini. Bu yoqda quyosh, bu yoqda yomg'ir yog'ib yotibdi. 4-may. Bu dacha faqat arendaga beriladi. Kunlik arendaga. Shu kunlik arendasini boya aytdim, 1 milliondan may oyiga qilib beramiz. Iyun, iyul, avgustga kelishilgan holda. Obuna bo'lib qo'yinglar. Bundan ham yaxshi va chiroyli joylarni har doim real obzor qilib boraman.